Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli skuter quva obunachilari. Bugun xudo xolasa achki model skuterlarimizni yangiliklari kelgan 2026-yilda ancha takomillashib, ancha baquvvatlashib, sifatiga sifat qo'shilib, ajoyib bir VL degan modellarimiz kelgan. Hozir buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Narxlarini ham ancha arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. Albatta sizni xursand qiladi. Narxlari ham narxini oxirroqda aytamiz. Xo'p, akalar ko'rib turganlaringizdek bu skuterlarimizni ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Akkumulyatori 5 ta bo'ladi. Bitta zaryadida to'liq 30 kilometrdan tortib 70 kilometrgacha masofani bosib o'tsangiz bo'laveradi. Albatta shart-sharoitlarga qarab oldi faralari led fara qilib ishlangan. Yonishini qarang, rasam ham chiroyli bo'ladi. Kech payt zo'r yoritib beradi. Oldida setkachalari mavjud. Hop, telefon postavkasi bor, zaryad ham qiladi bu. Yonida bakovoy oynalari bor. Keyin mana qarang. Skuterimizda qarang, zatniy rejimi, parkovkasi, drayvi, sporti bor. Sportda maksimalni 45 tezlikda harakatlanadi. Qolgan skuterlar bilan tezligi bir xil, 60-70 ga chiqadiganlar bilan bir xil. Prosta buni tezligi haqqoniy ravishda ko'rsatadi. Agarda buni tablosini detskiy rejimga qo'yib tezligini pasaytirib olsangiz ham bo'laveradi. Yosh bolalar minadigan bo'lsa, tezligini pasaytirib bersangiz ham bemalol minishaveradi. Xo'p, bitta zaryadini aytib o'tdik, 30 dan 70 gacha. Motor quvvatlari 500-800 vatli, 500 vatli motor qo'yilgan, 240 vatli nimasi yozilgan. Purjinkalari baquvvatidan qo'yilgan. Keyin e'tibor berasizlar, qarang. Ramalari ham ancha baquvvat. Hozirgi skuterlarga qaraganda bunaqa korpuslari, ramalari, bunaqa joylari ham ancha baquvvat chiqqan. Bemalol ikki kishini ko'tarib mindirib olib ketaveradi. Bemalol 150 kilodan 180 kilogacha bo'lgan yukni ko'taraveradi. Qarang, yumshoqliklari ham ancha yumshoq, o'rnashingiz ham вообще zo'r, komfort, o'tirsangiz ham ancha qulaylikni his qilasiz o'zingiz. Qarang, bu yerda vishilkachalari bor, mana bu yerda oyoq qo'ydiganlari bor. Pastda mana oyoq qo'ydiganlari ham bor. Oyog'ingizni qo'yib oladigan bo'lsangiz, oyog'ingiz orasida xarajat mayda-chuydangiz bemalol kelaveradi. Lekin eng qizig'i akalar, ko'rib turgan skuterlaringizni qarang. Cruise kontroli bor. Mana qizil tugmachasiga cruise kontrol qilib qo'yishibdi. Yangilangan model. Gazni bosib ketayotganingizda mana 20 ga chiqdi deylik yo 25 ga chiqdi deylik. Mashina bitta bosib qo'yadigan bo'lsangiz, qo'lingiz gazdan olsangiz ham mana shu 25 tezlikda o'zi harakatlanib ketaveradi mana. Ko'rasizlar? Hozir joyimiz tor, unaqa qilib ko'rsata olmaymiz, lekin ishlaydi hamma yo'q mana. Skuterimizni oldi tormozi jitkichli qilib ishlangan. Amortizatorlarni ham ishlashi qarang, ancha yumshoq bo'ladi. Orqa tormozi kalotishni qilib ishlangan. Tormozini sifatiga va shu gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r ishlaydi xudo xolasa. Qarang, pavorotnilari bor. Mana qarang. Pavorotnilari bor. O'ng tomonda ham, chap tomonda ham, orqasida ham pavorotniki bo'ladi. Albatta, ko'ryapsiz? Tormozni bossa ham yonadi. Orqa svetlari qarab turing. Tormozni bosadigan bo'lsangiz ham yonadi mana. Tormozni bosyapman. Boshqa skuterlarda kamdan kam holatda bo'ladi unaqa narsalar. Keyin skuterimiz kalitda yuradi. Kalitda zapaska kaliti bilan bo'ladi. Keyin pultdan ham yurgizsangiz bo'laveradi. Pultning ham zapaskasi bor. Undan tashqari NFC kartadan ham mana harakatlantirib olib ketsangiz bo'laveradi. Tablosi ham yangilangan modelda o'zini voltini, kilometrini, marta voltini kamayayotganini ham ko'rsatib turadi. Speedometrni buzilgan joyigacha o'zi aytib turadi. Qarang. Skuterimizni mana shu turgan holatda ham orqaga minib chiqib ketsangiz bo'laveradi. To'g'ri joylar bo'lsa mana orqaga bunday minib ketaverasiz. Bilasizmi? Keyin oldiga ham minaverasiz mana. Oldiga ham minib ketaverasiz. Yurishlari ancha yumshoq, ballonlari ham katta qilib ishlangan. Oldingi modellardan g'ildiraklari ham ancha katta bo'ladi ekan. Qarang. Orqasini ochadigan bo'lsangiz, katta skuterlarga o'xshab, orqasida kichkinagina bir joy bor, mayda-chuyda solib olib ketsangiz bo'laveradi. Kitobchalari bor, kitobchalarni ham qo'shib beramiz. Pedallari hamma yo'g'i ortiqcha gaka bolt, qo'shimcha gaka bolt hamma yo'g'ini birlab beramiz akalar. Xo'p. Skuterlarimizning rangi ko'ryapsizlar, qop-qoralari bor, mokri, tilla qo'ng'iz, ko'k, har xil sveti bor, xudo xolasa. Ranglari ham bir-biridan chiroyli, kraskalari ham ancha yaxshisidan ishlatilgan. Keyin skuterimizda mana bunday ochadigan bo'lsangiz, orqasida kaskasi bor, mana kaskasi birga keladi. Bunaqa jiletkalari bor, yomg'irda kiyadigan, bularni ham qo'shib beramiz. Hop. Bekitdi, ko'rdingiz? Endi shu ko'rib turgan skuterlaringni narxiga keladigan bo'lsak, ko'rib turgan skuterlarni
xohlaganlaringizni tanlaysizlar. Bundan tashqari skuterlarimiz soni ko'p, korobkada ham olib kelib qo'yganmiz. Yig'ilmaganlari bor, yana yig'ib berilaveradi. Ko'rib turgan skuterlarning narxini hammasini 5.400.000 so'mdan donasini xarid qilsanglar bo'laveradi. 5.400.000, 5.400.000, 5.400.000 so'mdan berib olaveramiz akalar. Atrofda 6 milliongacha sotishyapti. Yangi model biz 5.400.000 so'mdan xarid qilaverasizlar. Agarda telefon qilib, pastda nomlar yaxshilab kelishib oladigan bo'lsanglar, ozgina yana o'tib berilaveradi akalar. Xo'p, manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona, Quvada joylashgan. YouTube kanalimizda pastda joylashuv qo'yib qo'yganmiz. Linkimizni bitta bosadigan bo'lsangiz, xaritaga kirib, lokatsiyaga kirib bog'lanib kelaverasizlar. Xo'p, dastavka xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor dastavka xizmatimiz. Albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Quvani ichiga bepul qilib beraveramiz dastavkamizni. Bemalol bog'lanaverasizlar akalar. Skuter Quva bo'ldi. Sizlar bilan videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishingiz sizlardan so'rasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.